Mana 2015-yil ishlab chiqarilgan Damas mashinamizda krilolarni qo'yib oldik. Anaqa singan joylari, anaqa stoykalar yorilgan joylarni svarka qilib, tashdid qilib ishni davom ettiramiz. Hozircha mana bu taraflariga ham stoykalarning singan joylari bor ekan. Svarka qilib oldik. Shuna bagatchasini qo'yib oldik. Bamper hozircha qotirilmagan. Shunday qotgan bo'ladi. Qilmoqchimiz. Yaxshi chiqdi zazorlari. Fara zazor, kapot zazorlari hamma joyi yaxshi holatda. Mana hozir detallarimiz qotirilmagan. Ichki qismlarini ko'ramiz. Ichki qismlariga kelsak, mana ichki qismlari bamperda olamiz. Mana bu qismi, mana shu o'rtasi adelni bevudan qo'yildi. Bu joyda adelni yo'q ekan. Krilomiz yangi bo'ldi, arqa fartigimiz yangi bo'ldi. Mana ulangan joyi. Mana bu taraf stoykalarga yorilgan joylari bor ekan. Bularni ham birdaniga svarka qilib taxlab oldik. Ishimiz davom etmoqda.